Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Siddiqa va Zahro roziyallohu anhumolar haqida. Walis-siddiqati ar-rujhanu fa'lam ala az-zahra'i fi ba'dil khilali. Ma'no jihatidan tarjimasi. Siddiqa roziyallohu anhoning Zahro roziyallohu anhodan ba'zi fazilatlarda ustunligi borligini bilib qo'ygin. Nazmiy bayoni. Siddiqada Zahrodan ustun taraf bor. Ba'zi xislatlarda qilsang e'tibor. Matn sharhi. Siddiqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jufti halollari Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qizlari Oisha roziyallohu anhodir. Zahro esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizlari Fatima roziyallohu anhodir. Ushbu baytda chahoriyorlarning qolgan barcha insonlardan afzal ekanlarining isboti bor. Oisha roziyallohu anho ba'zi xislatlarda Fatima roziyallohu anhodan afzal bo'ladigan bo'lsa, to'rttalalari bil ittifoq Oisha roziyallohu anhodan afzaldir. Ushbu muhtarama zotlarning ikkalalari haqlarida ham afzalliklariga dalolat qiladigan hadislar kelgan. Quyidagi hadis sharifda Fatima roziyallohu anhoning jannatiy ayollarning sayyidasi ekani ochiq-oydin bayon qilingan. Oisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Fatima yurib kela boshladi. Uning yurishi xuddi Nabiy sallallohu alayhi va sallamnikidek edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam "Marhabo, xush kelibsiz qizim" dedilar. So'ngra uni o'ng tomonlariga yo chap tomonlariga o'tirg'izdilar. So'ngra unga bir so'zni shivirlab aytdilar. U yig'lab yubordi. Men unga "Nega yig'layapsiz?" dedim. So'ngra unga bir so'zni shivirlab aytgan edilar, u kuldi. Shunda men xursandlikning xafalikka bugungi kundagi kabi yaqinligini ko'rmaganman dedim va undan u zotning nima deganlarini so'radim. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sirlarini fosh qiluvchi emasman dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam vafot etdilar. So'ngra men undan so'radim. U shunday dedi. U zot shivirlab, Jabroil Qur'onni menga har yili bir marta o'qib berardi. Bu yil 2 marta o'qib berdi. Buni men ajalim kelgani deb bilyapman. Uydagilarimdan birinchi bo'lib orqamdan yetib boradigan sensan dedilar. Men yig'lab yubordim. U zot jannat ahli ayollarining sayyidasi bo'lishga rozi bo'lmaysanmi? Yoki mo'minlar ayollarining sayyidasi bo'lishga rozi bo'lmaysanmi dedilar. Men o'shanda kuldim. Buxoriy rivoyat qilgan. Ushbu hadisda Fatima roziyallohu anhoning jannat ahli ayollarining yoki mo'minlarning ayollarining sayyidasi bo'lishi bayon qilingan bo'lsa, quyidagi hadisda Oisha roziyallohu anhoning boshqa barcha ayollardan afzal ekaniga ishora qilingan. Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Oishaning ayollardan afzalligi saridning boshqa taomlardan afzalligi kabidir. Erkaklardan ko'pchiligi kamolga yetgan ayollardan esa faqat Imron qizi Maryam va Fir'avning ayoli Osiyolargina kamolga yetgan dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Hadis sharifda Oisha roziyallohu anho boshqa ayollardan saridning boshqa taomlardan afzalligi kabidir deyildi. Sarid deb ataladigan taom esa hozirgi kunda bizlardagi qozon kabobga o'xshagan non bilan go'shtdan iborat taom bo'lgan.
Nonga qo'shib yeyiladigan narsalarning eng ulug'i go'sht ekani esa boshqa bir hadisda kelgan. Abdulloh ibn Burayda roziyallohu anhuma otasidan rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dunyoyu oxiratda nonga qo'shib yeyiladigan narsalarning ulug'i go'shtdir. Jannat ahli rayhonining ulug'i xinadir dedilar. Bayhaqiy rivoyat qilgan. Oysha raziyallohu anhoning boshqa ayollardan afzalliklari saridning boshqa taomlardan afzalligi kabidir degan so'zdan u zotning dunyo oxiratdagi eng afzal ayol ekanliklari ma'nosi kelib chiqadi. Oysha Siddiqa roziyallohu anhoning ba'zi xislatlarda Fotima Zahro roziyallohu anhodan afzal deb hisoblanishlariga Mulla Ali Qori ikkita dalilni iqtibos qilib keltirgan. Birinchisi, Oysha roziyallohu anho rivoyatlari va bilimlari ko'pligi jihatidan afzaldir. Ikkinchisi, Oysha roziyallohu anho oxiratda Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'ladi. Fotima roziyallohu anho esa Ali roziyallohu anhu bilan bo'ladi. Ana shu jihatidan afzaldir. So'ngra so'zlarini davom etib, ammo bu so'z Imom Molikdan naql qilingan. Fotima Nabiy sallallohu alayhi vasallamning bir bo'laklaridir. U zotning bir bo'laklaridan hech kimni afzal sanamayman degan so'zlariga zid emas. Chunki Imom Molik rahmatullohi alayhi aytgan jihatlari e'tiboridan qaralsa, hech kim u zotning gapiga qarshi chiqmaydi degan. Mazhab boshimiz Imom A'zam rahmatullohi alayhi vasiyat kitobida shunday yozgan. Oysha raziyallohu anho Hadijai Kubrodan so'ng olamdagi barcha ayollarning sayyidasi va mo'minlarning onalaridir. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.